harakat qilaman. Zo'r bo'lib ketsangiz borki, zo'r bo'lib ketsangiz, o'sha yetmayotgan 9 million keltirib berasiz ham. Bo'lmasa men Alloh oldida aytaman, men sizdan roziman, oling shuni. Bugun mendan sizga podarka qilyapman. Yetmaydigan 9 millionni qarz emas siz, xo'p? Ehson Akmal demadi. Siz shu gapingiz uchun rahmat. Soppa sog'lom odamlar mana shu yoqqa oshirga turib kelyapti. Ehson qiling deb. Soppa sog'lom odamlar. Ya Xudoga tavakkal. Endi bundan kraska so'ramayman. Boshqa narsa so'ramayman. Motor yaxshimi? Motor yaxshi. Motor yaxshi. Dekabr oyi qildirgan. Dekabr oyi qildirgan. 4 ta balon qo'ydirganman. Mendan yog'ochni yog'ochman bergan. Yurgan, ha? Xudo yaxshi. Las tayyor bosh. Agar bera olsangiz, meni ochiq yuring. $17 millionga hisoblab olaman. Ochiq yuring. Ya men qiynalaman. Ko'zingizni oldida 17 millionga olamanda, kim olsa 15 millionga beraman. Ishoning, kimdir olsa 15 millionga beraman. Bitta sizga yordamman. Hech qanday bo'lmaydi. Siz 17 ta sotdingiz, bo'ldi, qolgani bilan aralashib o'tmang. Ko'zingizni oldida hozir 17 millionga kim olsa, sizdan olamanda, kim olsa 15 millionga beraman. Bering bir qancha chasini chapchilar. Bering. Bering. Rostdan ham, bering. Bering. Sizga olgan mashinangizga 17 qarang. Yo, bering. 17 million olgan mashinangizga kirim qildirtiramanda, bu mashinani 15 millionga kim olsa shundan ham beraman. Prosta sizga hozir noqulay bo'lmasin, siz mana oldiz ketizam aytaman, oldi ketizam. Malades, Ehson so'rab kelmaganingiz uchun rahmat. Xudo sizni shu darajaga qilib qo'yibdi ham, lekin aka, hali shuncha gaplashgan bo'lsa, menga Ehson Akmal demadi. Siz shu gapingiz uchun rahmat. Soppa sog'lom odamlar mana shu yoqqa oshirga turib kelyapti. Ehson qiling deb. Soppa sog'lom odamlar. Siz mana shu holatingiz bo'yicha ehson so'ramay kelgan odamlardan birisizda. Shuni o'ziga respekt. Aka 17 million 15 millionlik matiz emas bu. Lekin 17 millionga hisoblab olamanda kimdir olsa 15 millionga shunaqa beraman. Siz ag'ini o'ylamang. Men sizdan 17 ga oldimmi, bo'ldi 17. Mayli-ku. Lasettiniki nima? Lasetti 158 million, 50 million qilib beraman deyapti. Ha, uni ham o'zini puldan 1 million o'tib berishyapti sizga. 50 million. Olingan narxi 51 million, uni 50 million qilib berilyapti. Olingan narxi o'zi 51 million, uni 50 million qilib berishyapti. Mana 17 millionga olaman. Uni endi mana buxgalter hisoblab beradi. To'g'ri kelsa oling. Siz bitta bu hisob-kitob qilib beradi. Ko'ring, kallangizga choqing, eplab keta olsangiz olaman deng. Olsangiz 17 millionga olib qolaman. Grafini chiqarib beraman. Bo'ladimi? Ya endi hozir bitta ko'rsatlarda, yo'q, chaqmasa unday bo'ladi. Gap yo'q, Unday. Gap yo'q. Shu aka qo'ldan kelgan yordamda. Nima qilib bera olasiz 7 millionni? Mana bir ishontiradigan gaplardan aytingchi. Qo'shiq aytib berayman dedi-ku. Qo'shiq aytish qo'limdan kelyapti dedi-ku. Hozir shunda endi to'g'ri, lekin davom ettirilib hozir. Tak 1,5 milliondan chiqayotgan to'lab keta olasizmi? 1,5 milliondan olib to'lam. Bunga dokument yetadi. Bir bilan pensiyam bor, o'zimda ishim ham bor. O'zi bu yoqqa beraylikmi? Yo'q, xotinlarniki yo'q ekan, bu kishining kreditlari bor ekan. Bu yoqqa o'zi bermaydi buni, mashina daftar kreditini bermaydi-da, lekin xo'p bu yaxshi chiqarib berilgan, 1,5 milliondan chiqadi. Yomon emas-da. Yetgan pulni nima qilamiz, rais? Shunisi ham bor. Nima qildingiz? Biron nima deng, meni ham bir nimadir deb ishontiring. Nima deyishim? Avgust gaplarga qarab
Yaxshi kutyapsiz. Yo, endi avvalo Xudoga tavakkal qildim. Boshda gap ochib, Fatma 7,5 million olganman. Patizda. Ha. O'z qilishga. O'sha berganman, mana ichine qo'yganman. Barcha mana bu qo'yganman. Qiling. Endi siz 17 million so'rayapsiz. 17 ham baland so'radi. Dal nima momentdagi kundagi narx-navoga baland so'radi. Ya, Bilmasam, nima qil deysiz? Ayting, nima qilishimni xohlaysiz siz? Qo'lingizdan kelsa yordam qiling. Yo'q, shunaqa ham yordam qilaman. Agar misol uchun-da, Mana buni ham qarang. Xo'p. 50 ga urib berilyapti. 51 ga olingan o'zi. Akkumulyatorlarni ham qo'yib beraman. Yangi akkumulyator. Ha, endi holat bilib. Qarang, 51 ga olingan, 50 ga beryapmiz. Mana bu yigit o'zim bilan ishlaydi. Mayli, men o'zim akkumulyatorlarni ham yangi qo'yib beraman deyapti. Lekin действительно 51 millionga olingan mashina. O'zi buning ichiga sizga yordam bor. Kam bo'lsa ham ma'lum miqdorga. Lekin mening mashinamizda ham aytaman, 17 million olsam 15 millionga beraman deb labz qilyapman-ki. Buni ham kimdir olsa, unga ham yordam bor. O'zi men 3 million 3,5 million yordam qilaman. Yana nima yordam qilib berasiz sizga? Siz ham meni ishontiring, men bunday qilsam, men bunday qilib bera olaman. Men bunday desang, men bunday qilaman deydi. Ha? Bugun nima tug'ilgan kun? Bugun bayat tug'ilgan kuni. Pasportingiz qani o'zi? Pasportlarni olib qani shu akamni? Qara, haqiqatan shu kun siz tug'ilgan kuningizni ko'rayman. Men bu odamdan bitta narsasidan, meni sidqi dildan xursandman. Hozir 10-marta so'rashman, nima qilib beradi? Ehson qilib demayapti-a? Rahmat-da, mana shu odamni mana shunday holatiga o'zi ehson so'ramaganini o'zi bir maladesda. Yana ham aytamanki, tuppa-tusi odamlar kelib, mendan ehson so'rayapti-da. To'g'ri yuribdi, shunday yigitlar kelyapti, uylanmagan yigitlar ham kelib mendan yordam so'rayapti. Aka, ehson qilmasangiz bo'lmaydi. Nima bo'lgan? Qiynalyapman-da, biror nima qilaylik. Ishlash kerak deyman-da. Men bu odamni qarang. Ushtirish ham mana shu Matizda qayda yuribdi? Oyog'i ishlamaydi. Necha yildan beri qilasiz? 6 yil. Qayerdan sizniki o'zi asli? Qamash tuman. 1992-yilsiz. 6 yildan beri shu ahvolgasiz. 2018dan buyon. Bir yil qancha vaqt yotdi? Malades, nima ish qilyapsiz shu Matiz bilan o'zisiz? Taksi qilaman. Kechqurun Yandexga chiqaman, Qamash tuman. 0317. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan, aka. Men institutda o'qiyman. Zavodda. Institutga ham o'qiysiz, zavodda. Davlatchiga unda harakat qilaman. Zo'r bo'lib ketsangiz borki, zo'r bo'lib ketsangiz, o'sha yetmayotgan 9 millionni keltirib berasiz ham. Bo'lmasa men Alloh oldida aytaman, men sizdan roziman, oling shu mashina uchun. Bugun mendan sizga podarka to'layapman. Yetmaydigan 9 millionni qarz emas-siz, xo'p? Qarang. Bugun o'zingizni mashinangizni haydab keting. Hozir men sizga berayotgan lasetimni haydab keta olmaysiz. Unga endi uni ham men bu narsalarni yechib, bunikini unga o'tkazishingiz kerak, to'g'rimi? Usta kerak. Siz buni bugun mashinangizni haydab keting. Erta keling, bo'ldi o'sha laset sizniki, labz. Tushundingiz? Shuni Instagramga qo'yaman. Shu odam sizni ko'rib ko'pchilik ibrat olsin. Shunday holiga ham ehson so'rab kelmaysiz, o'rgansin. Men bu yerga men mashina sotaman, ehsonxona emas-da. Lekin tuppa-tusi odamlar kelayotgani jonimga tegyapti. Otangizga rahmat. Mana shu odam Toshkentdan kelgansiz-a? O'zi Qamashdan. Sizni zimlakingizlar. Sizni zimlakingiz. Mana usta haqi. Mana shu odam usta pulini beraman, necha pul ketsa deb. Buni unga o'tqarib, perik qilinadi-ku. Ya uni uyga borib o'zim taxlayman uni. Ha, bilaman. Siz borki, o'sha ustoz o'zingiz qilasizki, Buni o'zim taxlagan. siz ustoning haqqini olasiz.
Tushunasizmi? Haqqini olib ketasiz, nima farqi? Bugun bayram tug'ilgan kuni. Ishonma. Ey shanbachata. Xursandmisiz? Ko'ngil to'ldimi aka? Bo'l, ko'ngil to'lgan bo'lsa bo'ldi aka, boshing. Ertalabdan sabr qilib, qarang, siz sabr qilib turing, beri bo'ladi.